Ayni kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining yoshlar forumi bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunda xalqaro siyosiy jarayonlarda yoshlarning ishtiroki asosiy zaruratga aylangan. Ushbu forum esa aynan mana shu ishtirokni rasmiy darajaga olib chiqadigan eng muhim maydonlardan biridir. Forum davomida ilgari surilgan tavsiyalar Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi boshqa yirik siyosiy jarayonlar, xususan High Level Political Forum va World Social Summitga yo'naltiriladi. Joriy yilgi forumda Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa'dullayev boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi ishtirok etmoqda. Tafsilotlar bilan Azizaxon Ilyosxonova. Dunyo yigit-qizlarning kelajagi haqida muhim qarorlar muhokama qilinadigan yoshlarning nufuzli forumi har yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqtisodiy va ijtimoiy kengash tomonidan tashkil etiladi. Mazkur forum yoshlarni barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida faol ishtirok etishga undaydi. Forumning asosiy maqsadi yoshlarning 2030-yilgacha bo'lgan rejalar bo'yicha o'z fikr va g'oyalarini xalqaro miqyosda bildirishlari hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlariga ta'sir ko'rsatishlari uchun imkoniyat hozirlashdir. O'zbekiston delegatsiyasi 2018-yildan beri mazkur forumda muntazam ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohiga yetib keldi. Forum doirasida Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sa'dullayev boshchiligidagi ushbu delegatsiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Fatima Rabab bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining rivojlanish tendensiyalari muhokama qilindi. Kelgusidagi yuqori darajali tadbirlar va loyihalar yuzasidan fikr almashildi. Xususan, Turkmanistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan dengizga chiqish imkoniyati cheklangan rivojlanayotgan davlatlarning 3-konferensiyasi doirasida yoshlar forumini tashkil etish hamda 2025-yilning may oyida o'tkaziladigan raqamli yashil tashabbuslar global yoshlar forumida Fatima Rababning ishtiroki yuzasidan ijobiy kelishuvga erishildi. Nyu-York shahrida O'zbekiston delegatsiyasining navbatdagi manzili startap ekotizimidagi ilg'or amaliyotlari bilan mashhur Starta Ventures kompaniyasi bo'ldi. Tashrif davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida startap va texnologiyalar sohasidagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, jumladan Nyu-York meriyasi tomonidan ishlab chiqilgan imkoniyatlar chuqur o'rganildi. Ayniqsa 60 mingga yaqin texnologik kompaniya va startaplarni birlashtirgan New York Tech Alliance tashkiloti direktori Doug Bennett bilan o'tkazilgan muloqot yoshlarimiz uchun xalqaro tajribani o'zlashtirish borasidagi muhim qadam bo'ldi. Shuningdek, The Fed Cap tashkiloti prezidenti Jim Malotras bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim va fan yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash ishlari bilan tanishildi. Uchrashuv yakunida Yoshlar Ventures, Starta Ventures va New York Tech Alliance o'rtasida hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Bu esa texnologik rivojlanishga qiziqqan o'zbekistonlik yoshlar uchun yangi imkoniyatlar, tajriba almashinuvi va mutaxassislarni jalb qilish yo'lida muhim bosqich bo'ldi. Delegatsiyamiz vakillari shundan so'ng El-Yurt umidi jamg'armasi stipendiyatlari va Ivy League universitetlarida tahsil olayotgan iqtidorli talabalar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Uchrashuvda texnologiya, ta'lim, iqtisodiyot, tibbiyot kabi dolzarb yo'nalishlarda fikr almashildi. Taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Nyu-Yorkdagi bu kabi samimiy uchrashuvlar yangi rejalar va xalqaro loyihalar uchun mustahkam zamin bo'ldi.